Hojatxonaga bordingiz, kichik hojat qildingiz va undan so'ng sizda siydik tomchilashi kuzatilmoqda. Siydik tomchilashning kuzatilishi esa albatta sizga noqulaylik tug'diradi va hatto tahoratingizni buzilib qolishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bugun men sizlarga buni to'liq sabablarini tushuntirib beraman va uy sharoitida qanday qilib bunga 100% yechim topsa bo'ladi, shu haqida videoning oxirida ma'lumot berib o'taman. Siyib bo'lgandan so'ng siydik tomchilash holati bu dribbling deyiladi. Ya'ni buni chet elda post micturition dribbling ham deb ataladi. Ya'ni bugun siydik tomchilab qolishi haqida gaplashamiz. Buni o'zi qanaqa sabablari bor? Keling, men sizga eng asosiy sabablarini tushuntirib o'taman, birma-bir. Birinchi navbatda siydik yo'li shunaqangi tuzilganki, qovuqqa siydik yig'iladi, qovuqning qisqarishi natijasida siydik yo'lidagi darvozalar ochiladi va bu siydik tashqariga chiqib ketadi. Darvozalarda shunaqangi mexanizm borki, siydik chiqayotgan paytda ular bir varakayiga qisqarib, siydikni to'liq tashqariga chiqarib yuborishga yordam beradi. Ayrim holatlarda esa bu mexanizm yaxshi ishlamaganligi hisobidan demak, siydik tomchilash kuzatilishi mumkin. Birinchi sabab, eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu uretra va prostatadagi mushaklarning kuchsizligi. Ya'ni bu siydik tashqi chiqaruv teshigi va prostatada ham mushaklar bo'lib, aynan ularning qisqarishi hisobiga siydik kanalidan siydik to'liq chiqib ketadi. Demak, bu asosan kimlarda kuchsizlanishi kuzatiladi? Asosan testosteron miqdori past bo'lgan erkaklarda yoki kam harakat, ko'p miqdorda o'tirib ishlaydigan erkaklarda siydik yo'lining atrofida joylashgan mushaklar kuchsizligi hisobidan siydik kanal deydigan bo'lsak, siydik yo'lini yaxshi qisqartirib bera olmaganligi hisobidan siydik kanalining ichki tarafdan to'liq siydik bilan bo'shamasligi kuzatiladi. Demak, bu eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi. Ikkinchi sabab esa bu uretra strukturalari, kistalar va divertikullar. Demak, bu nima degani? Siydik yo'lida ayrim holatlarda agarda qayerdadir, qaysi qismidadir torayish bo'ladigan bo'lsa, demak, siydik to'liq yaxshi oxirigacha chiqib ketmaydi va shuning hisobidan ham peshob qilib bo'lgandan so'ng siydik tomchilash kuzatilishi mumkin. Va bundan tashqari ayrim holatlarda siydik yo'lining yon devorlarida qo'shimcha divertikullar, ya'ni qopchalar, devorlar bo'lib shishib chiqib qolishi mumkin va bu yerda siydik yig'ilib turadi. Ya'ni siyish akti bo'lgan paytda siydik yo'lidagi mushaklar qisqaradi, siydikni chiqarib yuboradi to'liq, ammo bu qopchaning ichida siydik saqlanib qolishi hisobidan ham va asta-sekin yurgan holatda siydik tomchilab yurishi mumkin. Bu esa ikkinchi sabab hisoblanadi. Uchinchi sabablar esa bu prostata va siydik yo'lidagi shamollash hisobida bo'ladigan muammolar hisobiga yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni bunda aynan shamollash hisobiga siydik yo'llar, mushaklar o'zini qisqaruvchanligini yo'qotadi va bundan tashqari o'sha qismdagi prostata qismidagi shish hisobiga siydikning to'liq chiqib ketmasligi va shuning hisobiga tomchilash kuzatilishi mumkin. Va siydik tomchilashi ayrim holatlarda bu nevrologik sabablar hisobidan ham bo'lishi mumkin. Ya'ni nevrologik sabablar deganda, masalan, kimlardadir qanaqadir travmalar hisobiga orqa miya zararlanishi kuzatilishi mumkin yoki qandli diabet hisobiga qovuq bo'yinchalari, siydik yo'lidagi nerv tizimining zararlanishi hisobiga yuqorida aytib o'tganimdek siydik yo'llarini, mushaklarini qisqarish sistemasi yaxshi ishlamasligidan xuddi mana shunaqa holat kelib chiqadi. Va bundan tashqari ham yana ko'p misollarni keltirsa bo'ladi. Men asosiy misollarni hozir sizlarga keltirib o'tdim. Endi sababidan ko'ra bizga yechimi qiziqroq bo'ladi. Ya'ni nima qilib bu narsaga yechim topsak bo'ladi. Demak, hozir sizlarga bu holatdagi tavsiyalar bilan tanishtirib o'taman. Demak, siydik tomchilashni uy sharoitida qanday qilib 100% yo'qotishni tavsiyalari. Birinchisi bu Kegel mashqlari. Ya'ni buni juda ham ko'pchilik hamma joydan eshitgan Kegel mashqlari. Demak, Kegel mashqlari o'zi qanaqa? YouTube ga kirib Kegel exercise deb inglizcha yozsangiz yoki ruschasiga masalan упражнение Kegel для мужчин deb yozsangiz har xil mashqlarni sizlarga chiqarib beradi. O'sha mashqlarni doimiy ravishda ertalab, kechqurun
doimiy qilib yurish kerak. Ya'ni bir marta, ikki marta qilgandan siz natija bo'lishini kutmang. Ya'ni bu uzoq oylar davomida qilib yurilishi kerak. Va buni hisobida hattoki surunkali chanoq og'riqlarida ham yengilliklar bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda mana prostatam og'riyapti, tuxum bilan orqa teshigimning orasi og'riyapti deydigan bemorlarga ham juda ham yaxshi foyda keltiradi. Demak, bu mashqlar aynan sizlarga yuqorida aytib o'tganimdek siydik kanalining atrofidagi mushaklarini trenirovka qildiradi, mashq qildiradi va shuni hisobiga rivojlantiradi. Undan tashqari double voiding degan metod, ya'ni peshob qilib bo'ldingiz, siyib bo'lganingizdan so'ng o'tiring. Ya'ni birdaniga o'rningizdan turib ketmang. Birozgina o'tirib, agarda qovug'ingizda qoldiq siydik miqdori qolganini sezsangiz, ozgina kranning suvini ochib qo'ysangiz, yana miya tarafdan signal qovuqqa keladi va qovuq qisqarish hisobiga o'sha ozgina qolgan miqdordagi siydik ham tashqariga chiqib ketadi. Uchinchi tavsiya esa bu prostata holatini normallashtirish hisoblanadi. Agarda yoshingiz katta bo'lsa, sizda prostata adenomasi bo'lishi mumkin. Prostata adenomasi hisobiga ham, prostatadagi shishlar hisobiga ham siydik tomchilashi bo'ladi va albatta bu uchun shifokor ko'rigidan o'tishingiz zarur hisoblanadi. To'rtinchi tavsiya esa bu fizioterapevtik tavsiya hisoblanadi. Aynan fizioterapevtik usullar mavjudki, chanoq sohasidagi yuqorida aytib o'tgan siydik chiqishiga to'liq yordam beradigan mushaklarni mashq qildiradigan terapevtik usullar mavjud. Ya'ni bu fizioterapiyalar orqali o'sha sohadagi mushaklar o'zini holatini juda ham yaxshi holatga olib keladi. Va 5-tavsiyam androgen terapiya deyiladi. Androgen terapiya bu asosan erkaklardagi testosteron miqdori yetishmovchiligi bo'lganda tavsiya etiladi. Nima uchun? Nima uchun siydik tomchilashiga testosteron kerak? Sababi yuqorida aytib o'tganimizdek, siydik kanalining atrofida mushaklar bilan qoplangan dedik. Bu mushaklar agarda sizda testosteron miqdori kam bo'ladigan bo'lsa, kuchsiz bo'ladi. Oddiyroq qilib tushuntiraman. Masalan, kimdir zalga boradi, bir oy shug'ullanadi, vobshe mishsalari chiqib ketadi, mushaklari kachok bo'lib ketadi. Buni sababi unda testosteron miqdori yuqori. Agar testosteron miqdori past bo'ladigan bo'lsa, qancha shug'ullangan taqdirda ham mushaklari yaxshi bo'lib kattalashmaydi. Demak, siydik yo'lida ham xuddi shuni asnosi, shuni ma'nosidagi mexanizm ishlaydi. Testosteron baland bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi mashqlar, fizioterapiyalar qilingan paytda o'sha mushaklarni tezda rivojlantirib olish imkoniyati baland bo'ladi. Undan keyingi 6-tavsiyam fosfodiesteraza ingibitorlari hisoblanadi. Bu o'sha pastki chanoq a'zolarida, siydik chiqaruv teshiklarida qon aylanishini yaxshilab beradigan dori vositalari hisoblanib, bular ham ilmiy taraflama isbotlangan siydik tomchilashni kamaytirish xususiyatiga ega hisoblanadi. Demak, yuqorida kompleks tavsiyalarni berib o'tdim sizga va albatta bularni prosta tak odatiy holatda eshitib qo'ymasdan, ya'ni shu muammongizdan qutulish uchun uy sharoitida bugunoq bajarishga kirishing. Agarda sizda ushbu muammo kuzatilayotgan bo'lsa yoki boshqa urologik, andrologik kasalliklar sizni qiynab kelayotgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin yoki Telegram orqali bog'lansangiz ham bo'ladi. Men urolog androlog shifokor Javohir Allayorov, albatta sizga barcha urologik, andrologik kasalliklar bo'yicha yordam beraman.